yaxshimizlar do'stlar. Bugun yana bir fansarimizning talabi bo'yicha oilada o'xshagan mallatdan tayyorlashni olib keldim. Mallatni ma'qul usulda bir tayyorlab yaqinlar tilonada qoladi. Itli usul intayin oddiy bo'lib, birlik ko'zlanlar o'rganalaysizlar. Avval o'zimizning yaxshi ko'rish bo'yicha xo'go materiallari va seykuk tatlarni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab tayyor qilib olamiz. Keyinda quruq bir qazonimizga az miqdorda moy qo'yib, go'sht silib, go'shtimizni qizargach qo'rib olgandan keyin tayyor qilgan piyoz, sinjan samsoqlarimizni silib, quruq chiqishcha yana bir qo'rib olamiz. Undan az miqdorda tuz, ozroq jag'in va ozroq qizartirilganlar silib, go'shtimizni toz bir qizartib olgandan keyin tayyor xo'go qo'rimizdan bir xalta qo'yib, buni quruq chiqishcha yana ikki qo'rib olamiz. Undan muvofiq miqdorda suv qo'yib, buni bir qaynatib olgandan keyin sutimizdan bir chin atrofida qo'yib, buni yana bir qaynatib olamiz. Ko'rib mishaga chiqibsizlar, meni qo'shmagan do'stlarim, meni qo'shilishni unutqanmanglar. Bundan keyin taxim yaxshi bo'lgan sarxil mazmunlarni o'zingizlar sunish uchun izchil turda terishma. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, meni yo'qollash yuzda yurak bezib, inkaslarga haqsiz gullarni yo'llab qo'yishlarini tuvanchilik bilan so'rayman. Mana ko'rganinglardek tangimiz toz bir qaynab chiqib olgandan keyin tayyorlab olgan sayt tatlarimiz va materiallarimizniki tezroq pishiradigan avval oson pishiradiganni keyin silib, bir 2 minut atrofida qaynatib pishirib olgandan keyin buni o'zimizdan yaxshi ko'rish bo'yicha zamajonlarda muvofiq silib bir aralashtirib o'tamiz. Andan qachimiz usib iste'mol qilsaqla bo'ladi. Intayin ichishlik bo'lgan malatingimizni tayyor bo'ldi do'stlar. Qansizlarmi oilada mushkul usulda malatang tayyorlab ichib yaqinlar tilinglarda qoladi. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, meni qo'shilishni unutqanmanglar. Bundan keyingi mazmunlar taxim sarxil. Keyingi sonlarda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.